bir gün ukamizni uyida sumalak qilyapti. Bu sumalak qadimdan O'rta Osiyo xalqlarining eng milliy taomi hisoblanadi. Bu sumalakda endi tarixi bu ming yillarga borib taqaladi bu sumalak. Oldin mana ocharchilik davrlarida ko'proq qadimda shu bolalarga ota-onalar shirin ovqatlar tayyorlab bergan bug'doydan. Bug'doy asosan Navro'z bayramida hisoblanadi. Chunki bu yangi yilning boshlanishi. Shu bug'doydan asosan o'ldirilgan bug'doydan qilinadi bu taom. Buni ko'p ayollar katta qozonda 12 soat davomida qaynatiladi. Ayollarimiz aralashtirib navbat mana shunaqa qilib aralashtirib turadi buni. Buni har bir qilgan paytda atrofida muzika, o'yin, kulgular bo'ladi. Yaxshi tilaklar bildiradi bir-biriga. Bu hamjihatlik. Buni amadonlar kimdek yeydi belgisi bu hisoblanadi sumalak. Sumalak tarixi juda uzoq. Mana sumalagimiz juda chiroyli chiqardi. Soat 2 birlarga chiqib bo'lsa kerak.